Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barliq dunyo yuzidagi Sharq Turkistonlik qarindoshlar, hammanglarning dunyo va oxiratlik Allohning rahmati, qiyomat kuni payg'ambarimizning shafaati bo'lsin. Amin. Men Baxtiboy Mutallib, Qozog'istonning Olmuti shahrida turman. Bugun hammanglar bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lgan gapim bu shu yaqinda bir hafta ichida Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partiyasininki Olmaotada yig'ini eshilib, ikki turlik narsani qaror qilibdi. Birinchisi, Sharq Turkiston Xitoylar tarafidan besilingan davlat, Xitoy zolimlar tarafidan deyilibdi. Shuning qo'l yig'ibdi, u to'g'ri bo'libdi. Alloh rozi bo'lsin. Qo'shilaman men uningga. Ikkinchisi, vatanimiz Sharq Turkistonning ismi birdilla Uyg'uriston bo'lsa, Uyg'uriston qilsak debdi. Bu so'zga men qarshi turaman. Chunki birinchisi Sharq Turkiston nomi bilan ikki qatim davlat qurilgan bizda. Ikkinchisi, ikkinchi qatimda qurilgan Sharq Turkistonda qon to'kkan 100 ming qozoq bor. Cho'nglarni hisob qilsak, apaç biratlar uning sirtida. Ashundaq 100 ming kishilik qon to'kkan bir millat hech qanday inovatga ilinmay Uyg'uriston degan nomni qurishga biz qarshi. Chunki bizning ota-bobolarimiz qon to'kkan. Ikkinchisi, biz qozoqlarning ota makoni bu. U Naymaniston, u Kireyston, u Merkitiston, u Albaniston, u Suvaniston. Mamtumun Bo'g'roning yozgan Sharq Turkiston va dunyo degan kitobining 13-tarmog'ini o'qisanglar, milodi 1-asrning 90-yillarida Yetsu Nayman nima Uysun xonning egiligidagi zamin edi degan ma'lumot bor ashada o'qib ko'rsanglar. Bizniki tarixiy ota-bobomizning yeri u. Ulu yüzde sarıyusun, jalpı qozoq bariyusun degan maqol bor bizda. Biz hamma qozoq degani qo'llab kelsa Uysunning avlodi bo'ladi. Xo'sh, uning ustiga hozir u yerda bir oblast, 3 viloyat, 25 nahiye, 7 shahar, 5 shaharcha, 150 yeza, 600 kent bor. Ashning hammasining hokimi qozoq. Sot başlığı qozoq, saqchi başlığı qozoq, maktab mudiri qozoq, yezi başlığı qozoq, duyjanlardan tatib qozoq, ko'rpa başlığından tatib. Üçüncüsü bu Eli Qozoq Avtonom oblasti Xitoy Xalq Respublikasidagi o'lka darajalik oblast va Qizilsuv Qirg'iz. Assalomu alaykum muhtopdagi qarindoshlar. Ma'u Baxtiboyning so'ziga bu so'zni qachon qilganligini men bilmadim. Mayli qachon qilgan bo'lsin, mushu gapga qarata azroq o'zimning bir ko'z qarashini o'tirib qo'yib boqay deb o'yladim qarindoshlar. Baxtiboy Qozog'istonning Olmuti shahrida turdi. Xatolashmasam, Uyg'urchani o qadar ravon so'zligini qaraganda Uyg'uristonda cho'ng bo'lgan. Uyg'uristondan Qozog'istonga chiqib, Qozog'istonda hozir Qozog'iston fuqarosi bo'lish mumkin, tijorat bilan shug'ullanayotgan bir bola. Lekin bu kishining masalaga bu darajada dogma qarab oladiganligini men o'ylab boqmabdi ekanman. Men shu kishidan bir so'rab boqqan bo'ldi. Agar ikkinchi dunyo urushida agar bizning davlatimiz Xitoyning qo'lida bo'lmasdan Rusning qo'liga o'tib qolgan bo'lsa, qandaq bir respublika bo'ladi? Qozog'iston respublikasiga tava bo'lamdi yoki Uyg'ur respublikasi bo'lib qurilamdi desa, u 1,800,000 kvadrat metrdan ortiq o'zimin Uyg'uriston respublikasi bo'lib quriladi. Sovet o'ziga qartib oladigan ish bo'lsa, qartib oladigan bo'lsa, qartib oladi. Xitoy kuchi yetadi. Uni olib o'zining bir respublikalari qatoriga Qozog'iston respublikasi, O'zbekiston respublikasi, Tojikiston, Qirg'iziston respublikalarining qatorida Uyg'uriston respublikasi deb qurib beradi uni. Demak,
90 yillarda Rossiya parchalanganda biz nim deb qandaq bir davlat bo'latdiq desa, Uyg'uriston bo'latdiq. Uyg'uriston bo'latdiq. Albatta ikki qitimliq inqilobimiz bir xato ism bilan boshlangan. Demak, u ism shu xato qo'yilganlik uchun shu ismningmi dardini tatdiq. Hozirgacha dunyodagi xalqarodagi davoyimizda xato bir ta'sir beremdi desa beradi. Dunyodagi bizning orqamizda turadigan davlatlar Amerikani desak, Amerika har doim Uyg'ur masalasi, Uyg'ur davosi, Uyg'ur kishilik huquq bir nimasi, Uyg'ur davosi biz har doim Sharqi Turkiston deymiz. Nima uchun Sharqi Turkiston deymiz desa, ikki qitim xato qo'yilgan ism bilan davlat quramiz deb chaproqliganligimiz uchun, ismni xato qo'yib, shuning bilan chaproqliganligimiz uchun qisqa bo'lsa-mu bir qitim Qashqarda 33-yili, Elida 44-yili, qisqa bo'lsa-mu Sharqi Turkiston, ya'ni Sharqi Turkiston Islom Jumhuriyati, ya'ni Sharqi Turkiston ikki ism bilan shu davlatni qurganligimiz uchun biz tarixda Uyg'uriston deb bir davlat qurmaganligimiz uchun shu narsani asosi oldiga ilgari surib, shuning bilan da'vo qilamiz deb Sharqi Turkistonning da'vosini qilganlar, Sharqi Turkiston deb turib so'zlaydiganlar shuni asos jihatdan asosiy o'rin qo'yib, shuni paket qilib turib so'zlaydi. Endi biz o'z vaqtida Uyg'ur Respublikasi bo'lib Rossiyaning tavalligida bo'lib qolgan bo'lsak, Rossiya parchalanganda Uyg'uriston bo'lib qurilamdiq desa, Uyg'uriston bo'lib quriladiq. Uyg'uriston bo'lsa Baxtiboyga nimaga ziyon qiladi? Mening hayron qolgan yerim shu. Uyg'uriston bo'lsa Baxtiboyga nimaga ziyon qiladi? Qandaqchi bir aks ta'sir beradi? Uyg'uriston bo'lsa Baxtiboyni biz Uyg'uristondan qo'g'lab chiqarib o'tamdiq. O'rta Osiyodagi davlatlar Rossiya parchalanib asos jihatdan u davlatlarni mustaqil qilib o'ziga berib o'tgan vaqtda biz xursand bo'ldik-ku, xo'sh bo'ldik-ku. Mushu qarindoshlarimiz bo'lsa-mu bir davlat qurildi. Endi shuningga o'xshash Xitoymi shuningga o'xshash bir parchalansa, bizmi bir Uyg'uriston bo'lib bir qurilsak, bir davlat bo'lsak yaxshi bo'ladi dedik-ku. Ta hozirga kelgacha shu tomonni qilyapmiz-ku. Qirg'iziston bo'lganlar Qirg'iziston bo'lib yashayotdi, u yerda nurg'un Uyg'urlar bor. Uni Qirg'iziston qo'g'lab chiqarib etmadi. O'zbekistonda nurg'un Uyg'urlar bor, unimi sening davlating Sharqi Turkiston dedi yoki Uyg'uriston dedi. Sening millating asos jihatdan Xitoyning ash tarafga g'arbiga ashaga joylashgan Borajugi demidi. Qozog'istonmi shu, Uyg'urlar shu. Hammasi o'zining ismi bilan bir davlatni qurgan bo'lsa, shu yerda Uyg'urlar bormi desa bor. O'rta Osiyoda 1 milliondan oshiq Uyg'ur bor. Shu Uyg'urlarning hammasini shu davlatlar o'z fuqarosiga o'xshash ko'rayotadi, o'z fuqarosiga o'xshash ko'rayotadi, yashayotadi. U davlatlarning mustaqil bo'lganligiga shu Uyg'urlar norozi bo'lib baqdimi? Birisi norozi bo'lib baqdimi? Yo'q, hammasi xursand bo'ldi. Hattoki biz Xitoyning qo'lida turibchi desa, mushu davlatlarning mustaqil bo'lganligiga mushu Qozoq, Qirg'iz, O'zbek, Tojik, Turkman degan mushu qarindoshlarning hammasining mustaqil bo'lganligiga, ya'ni cho'ng sömürgüchining qo'lidan ayrilib chiqib mustaqil o'zining millatining ismi bilan birdan davlatning egasi bo'lganligiga xo'sh bo'ldikmi desa xo'sh bo'ldik. Hozirmi xursand bo'lamdik desa hozirmi xursand bo'lamiz. Shularning shunda turib turganligi uchun turib turishi biz uchun foydalikmi desa albatta foydalik. Endi bizning zaminimiz Uyg'uriston bo'lib qurilib qolsa, Baxtiboydek odamlarga nimaga ziyon qiladi? Nimaga ziyon qiladi? 1.800.000 kvadrat metrdan ortiq shu zaminda Uyg'urning ko'pligi aniq. Uyg'ur ko'p yashaydigan rayon shu ekanligi aniq.
aniq. Shu zamin Uyg'uriston bo'lib qolsa, u yerdagi qozoqlarga nimaga ta'sir qiladi u? Mayli qozoq, o'zbek, qirg'iz, tojik degandek millatlarga nimaga ta'sir ko'rsatadi? Xuddi Qozog'istondagi va O'zbekistondagi, Qirg'izistondagi Uyg'urlarga shu davlatlarning qurilishi, mustaqil davlat bo'lib qurilishi hech qanday ta'sir ko'rsatmay, shular o'zining diniy e'tiqodi bilan yashaganga o'xshash, bizning davlatimizmi Uyg'uriston bo'lib qurilsa, boshqa millatlarga, bizdan boshqa qarindosh millatlarga nimaga ta'sir ko'rsatadi? Nima uchun bu Uyg'uriston bo'lishiga bunchalar qarishtirishning nima hojati? Nima hojati? Agar umumyuzli Qozog'istonga qaytib bilish maqsadinglar bo'lsa, Qozog'iston qilib shu Xitoyning sadichin sepilg'i vog'ich Qozog'iston qilib qurish maqsadinglar bo'lsa, bir qarshi chiqib yiqinglarchi unda bo'lsa, bir davlatinglar bor aka, davlatinglar bor. Qozog'istonda bir davlatinglar bor. Necha minglagan askaringlar bor. 2 million necha yuz ming kvadrat metr zaminga egasizlar. Sizlar Birleşken Devletler Teşkilatı devlet deb angiliklik. Undaq olsa Xitoyning podiqini ko'targicha shu zaminni qaytib olish uchun bir harakat qilinglarchi. Biz xursand bo'laylik. Biz Xitoyning qo'lida qolguncha sizlarning qo'linglarda qolaylik. Sizlarning qo'linglarda qolaylik. Tarixdan tortib qozoq bilan Uyg'ur va mush Turkiy qon sistemidagi bu millatlar bir-birini u darajada yaklab boqqan emas. Bir adam, bir qizimiz qozoqqa tegsa, nimishki qozoqqa tegding demaymiz. Bir o'g'limiz qozoqdan bir qiz olsa, nima uchun buningdan qiz olding, o'zimizning millatini olding demaymiz. Qon qarindosh bo'lib yashagan. Uyg'uriston bo'lib qurilib qolsa, sizlarga nima ziyni bor uningki? Nima ziyni bor? Agar ziyni bor Sharqi Turkiston qilib qurimiz, bizning qozoqlarning zimini deydigan ishinglar bo'lsa, bir qarıştırıp yiqinglarchi, qo'shilib ketaylik. Biz sizlar bilan birga qarıştirish beraylik shularga. Sizlar agar o'rninglardan turadigan ish bo'lsa, Qozog'iston davlati Xitoy qarshi ash zaminni qaytarib olish uchun qozoq xalqi umumiylik o'rnidan turadigan bo'lsa, sizlardan burroq biz o'rnimizdan turmizg'u. Bu masalani talishishning Uyg'uriston bo'lib qurilib qolsa, bu darajada hasad qilishning nima hojati? Assalomu alaykum Hamidga, qandaroq ahvoling aka, salomat turibsizmi? Mana savol qo'yibsiz aka, shu Uyg'uriston qo'lida qolgan bo'lsak, mandaq bo'latdiq deb. Bu bo'lmagan taqdirga Alloh taqdir qilmagan, iroda qilmagan narsani dalil qilib bu yerga so'zlab yurma aka, u bo'lmaydi bilasan-ku sen, dunyoda ham Alloh taqdir qilmabdi-ku buni. Taqdir qilmagan ishlar kelib, mashtab bo'lganmiz, mashtab bo'ladi desang yomon bo'ldi bilasan-ku buni, mashtab bo'lsin. Ikkinchi hamda Sharq Turkiston degan davlat ismi bilan turibas, Uyg'urdan bir statut olamdi-ku, o Sharq Turkistonni. Shu Uyg'urning davlati va Sharq Turkiston degan. Men bir qozoqning davlatini demadim, yoki Sharq Turkiston degan Uyg'ur qurgan davlat tursin dedim. Kelgusidagi Uyg'urning quriladigan davlat uchun gap qildim juma men. Mening hech qanday ziyon gapim yo'q. Uyg'ur millatchilariga degan gapim bor. Uyg'ur millatchilariga dedim. Millatchilik qilib, turk millatining orasiga o't silib, bo'lgunchilik qilib, mendaq so'zni ko'tarib chiqib, kelgusi Uyg'urning quriladigan davlatini asqatma degan gap bor. Bilanmidingmi shu gaplarni? Shunda o'ylanmadingmi? U to'la ta'sir qildi-da senga Uyg'urning davlatiga qarshi chiqibdi bu deb. Uyg'urning davlatiga qarshi chiqmadim men. Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatini Sabit Damulla degan Uyg'ur qurgan. Hech qanday odam qurib bermagan, uni ismini o'zi qo'ygan shu. Baltapqa odam o'zi qo'ydi uni. Turkiyadan kelib to'ti qo'yib berdi aqsh ko'kchi. Yolg'on gap buning hammasi. Sabit Damulla o'zi qo'ygan. Buxoroda Mustafa Cho'qay degan qozoq bilan ko'rishib bu odam shu davlatni qurdiganligini ashada maslahatlashib Sharq Turkiston deb qurmoqchi ekanligini Mustafa Cho'qayga degan shu kishi. Bo'ladi ekan, mushta ism bilan qursang bo'ladi ekan deb Mustafa Cho'qaymi qo'shilgan uningga. Tushundingizmi aka? Birisi qurib beribdi. Yaxshi chiqsa o'ziniki, eski chiqib qolsa haqniki.
Oğal toğuz özünen kızı olsa kakının bu balısı ola atamda o. Şarkı Türkistan degan söz bilen veren bolup tukma biz, undaq emas biz. Undaq emas biz. Birinci qitim Cenab-ı Allah devlet kurup verse Yakup Bey devletini Körlü Karışanın Uygurları, bayları zehir bir öldürüp etken Allah Teala kurguzup bergen padişahını şunun için ayrıldın döltüңdün. İkinci qitimde Sabit Damoğlu degan adam Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti'ni kurup verse Hoca Niyaz Hacı degan akan tutup akep Şıngsa bilen İskender abi bir neme Yuviş degan urusqa. Şunun için ayrıldın döltüңdün. Üçüncü qitim Şarkı Türkistan'ın rehberi Alihan Törünü Ahmetcan Kasım degan akan bilen Abdülkerim Abbasov degan akan ikisi bu musulmon islomiy adamken yangi davlat qurishimiz qarshi chiqyapti deb Stalinga xat yozib tutqizib etgan. Qozog'istondan Qaroqo'l turmusida 10 yil yotqizib Tashkentga olib qo'yib 75 dunyodan qaytibdi Alihan Töre. Shuning uchun mushkunda qolding. To'rtinchisini deb beraymi? To'rtinchisini madaniyat 49-yil Vangjin kelgandan tortib mau 2016-yilgacha Arangdan çıkan Satqulla, Şarkı Türkistan'dan çıkan Uygur Kazak'ın serhillerini türmüge solap verdi. Beşincisini dep bereymi? 2016 yılı 19 yılgacha 235 bin adamni sotlup etdi Xitoy. Dünya miqyasida 3 yılda adam sotlanmaydı. Şu sotlup etkenini kim sotildi bilemse, Uygur Kazak'ını Kazak tutup verdi. Uygur sakçılar berip, avuldaki her bir yezidik kenetdeki aktifler var o. Ma solamcı anneni şovcu ma o. Ma talip degan gün yo'qtib bizga deb to'lab Xitoyga ariz yozdi. Bizning malda Panjimda G'opirdan bo'ldi bir baliq qolgan. Qashqarda baliq o'qitib, puti o'sha yerdan suvga to'mir sag'izgandik. Ash balalar bir jangizga apirib qo'ysak, G'opir degan palonchi Qashqarlikning balisi bor-ku. Şarkı Türkistan deydi. Aş günümü tutup akıp bürütünler o yok kalsın. Ballarımız az durdu dedi tarançılar. Muştak kılıp ayrıldın döltündün. Şarkı Türkistan diyen sözüyle ayrıldın mı? Bayların cezanı kolluk kıldı. Allah Subhanahu ve Teala'nın kanununa karşı hemmisi cezanı kolluk kıldı. Oku ayet ne? Bekara Surasının 274. ayetini oku. Muşu işten to'xtamaydigan bo'lsang, yana Allah ve Allah'ın Resulü sizlarga jang e'lon qildi degan oyat bor. 274-oyat o'qi. Ziyolilaring aroq ichdi, pashvozlik qildi. O'zining millatining qizini o'z dafsandi qilib Xitoyning jalabqonlariga solab berdi. Shuning uchun ayrilding do'ltingdan. Yana deyma desang, yana deb beray nima uchun ayrilganligingni. Yana desang, buningdan ochiqlarini deb berma. Buna cevap sana. Sorayım ben. Sorap baksam. Şarkı Türkistan degan devletni Uygur kursa Şarkı Türkistan'dan Uygur'un aydı ötem dike bir adam ya koldan tatı olam dike. Şarkı Türkistan degan Uygur halkınınki dahisi Sabit Damoğlu degan adamның koygan ismi o. Özü kurgan devlet aşo. Qaravuni hamda planchi kurgan, pukunchi kurgan deb. Tarixni bilsen, siyasetni bilsen oyna sözle. Tarixni bilmesen, siyasetni bilsen Kur'an'ı qilsa 5 vaqt namozini o'qi. Assalomu alaykum mushtoqlik qarindoshlar. Mavo Baxtiboyning gapiga 5 minut 57 sekundlik. Men tunigun Baxtiboydan Uyg'uriston bo'lsa nima bo'ladi? Sizga nima ta'sir qiladi Uyg'uriston bo'lsa? Hammanglar o'zinglarning millatining ismi bilan bir davlatni qursanglar, biz Uyg'uriston bo'lib bir davlat qursak, sizni qo'llab chiqarib etmaymiz u yerdan deb men bir 9 minut gap qo'ygan. Baxtiboy chiroyliq assalomu alaykum Hamidga deb boshlabdi. Lekin mening 9 minutlik gapim Baxtiboyning tegidan qo'mirab tashib etgandek turdi. Uni e'tirof qilish kerak. Bunchalar qaynab ketishning hojati yo'q. Men shunda siliq gap qildim. Assalomu alaykum Hamidga deb boshlasa, siliq bir narsa deydigan o'xshaydi. O'zining qarashini o'tirib qo'ydigan o'xshaydi desam, bek chechilib ketibdi, bek qaynab ketib qolibdi. Nima uchun deganda, gap unda desam o'zimni
üstün tutqan bo'lib qolmay, bek to'g'ri gap qiladigan odamman degan bo'lib qolmay, Alloh saqlasin. Sal mantiqliq bo'lib qolgan gap. Tegidan qo'mirab tashlab etgan. Azroq tita tomirga tegib ketgan gap. Shuning bilan uningga ilmiy shaklda javob beray desa, o'zininki taslim bo'lganligini e'tirof qilib qoladi. Shuning bilan ma to'lashlar bilan yana bu millatning nodonlarini mushu to'lashlar bilan, mushu ovoz bilan o'zini bilimli qilib ko'rsatib, o'zining gapini ilgari surmoqchi, o'zining fikrini oldiga chiqarmoqchi, o'zining fikrini ilgari surib, o'zining so'zini to'g'ri qilmoqchi bo'lib, bo'lish maqsadida shunday so'zlab ketib qolibdi. Endi mayli deymiz buningga. Endi bu balaning so'ziga Sharq Turkiston, Uyg'uriston masalasi to'g'risidagi so'ziga keyin javob beray. Diniy jihatda bir xato so'zni qildi. Bizning Sharq Turkiston bo'lib qurilib qilishimiz Allohning taqdirimish. Taqdirga bunday qarab olsangiz bo'lmaydi. Bizning aşı davlatni Sharq Turkiston yoki Uyg'uriston qilib qurish irodasini Allah bizga Lavhul Mahfuzda taqdir qilib bekitib etgan. Qurish irodasini biz o'zimiz qanday qilib qursak, o'zimiz quramiz uni. O'zimiz qura oladigan. O'zimiz Xitoy bilan birga yashashni xohlasakmi, o'zimiz qila oladigan. Uyg'uriston qilib qursakmi, o'zimiz qila oladigan. Chegara mudofaalarimizni qo'g'dab mustahkam turib, tajovuzni kirgizmasdan, aşı davlatni tarixdan tortib o'zimizning zimini qilib, bugünkidek holga tushamay turishnimi o'zimiz qila oladigan mushundaq bir taqdir bilan yaratgan. Allah bizdan Xitoyga apagan emas o davlatni. Allah bir odamning davlatini bir odamga, bir odamning davlatini bir odamga apamaydi. Agar bir odamning davlatini bir odamga apirish to'g'ri kelib qolsa, o'zining yaratuvchi sifatini inkor qilayotgan o Xitoyga bizning shu o'ziga ibodat qilayotgan, o'zini e'tirof qilayotgan, kecha va kunduz tasbih etib turayotgan bu millatni akilib o Xitoyga qul qilib qo'ymaydi. Bu Allah'ını bundaq tushunib olsangiz bo'lmaydi. Taqdirni bundaq tushunib olsangiz bo'lmaydi. Bu to'g'ridimi taqdir to'g'risida chiq o'ylashib beqishingizni umid qilamiz. Taqdir undan emas. Qaysi bir yaxshilik mendan ko'ranglar, qaysi bir yomonlik o'zimizning o'zingni qo'ypaylidan ko'ranglar dedi. Bizning o ziminni tajovuzchiga tatqizib qo'yishimiz Allohning bizga bekitib qo'ygan taqdiri emas. U o'zimizning qo'ypayli keltirib chiqargan oqibat o. Bu gap mishada to'xtasin endi. Endi Sharq Turkiston, Uyg'uriston masalasiga kelsak, bu Uyg'urlarning ichida talash tortish qilinayotgan bir masala. Har doim Uyg'urlar Sharq Turkiston, Uyg'uriston degan talash tortishlarni ko'p qiladi. Lekin siz va sizga o'xshash Serikjonga o'xshash, sizga o'xshash odamlarning Sharq Turkiston, Uyg'uriston masalasida berayotgan fikringlar boshqalarniki qaraganda sal g'ayri o'xshamaydi, odamni o'yga sap qo'ydi. Ko'zni yumgan poqini yeydi deb, ko'zingni yumib turiblar, shu Sharq Turkiston ziminining hamma yerda qozoqlar yashaydigan qilib olasizlar. Qanchalik qozoq bor, qanchalik Uyg'ur bor, iymoninglarni, vijdoninglarni rasmiy oldinglarga qo'yib turib, biz Uyg'uristonda, yani bizning tilimiz bo'yicha aytganda Sharq Turkistonda qanchalik sonimiz qanchalik, qayerlarda yashaydigan millat biz. Birlarimiz, ikkilarimiz, beşimiz, onimiz shaharlarda, mushundaq yezlarda, panjimlarda, Aqto'pilarda, Jilizlarda ba'zi shahar aholilarining shu yezi qishloqlardagi yashaydiganlarning orasida yashab qolganimiz bilan asosiy jihatdan hammamiz tog'ida yayloqda yuradigan bir millat biz u yerda. Sonimiz bek oz deb mandaq demasdinchi desa,
asas jihatdan butunlay hamma yerda qozoq yashaydigan, butun yerning hammasi qozoqning yeridek. Aşını özümüzün yeri qilib, Serikcan mı şunda deb so'zlaydi, siz mi şunda deb so'zlaysiz. Tunugungi gapingizdami? Albatta, mana mushundaq uqum beradigan, xuddi o zimin aş qozoqlarning yeridek. Qozoqlarning yeridek. Qozoqlarning yerini biz Uyg'urlar bizning qilib bilib olgandek, mushundaq boshqa bir uqum bilan, boshqa bir maydonda turib so'zlaysizlar Serikcan chiqqanlar. So'zlaysizlar. Sizlarning qandaq maqsad so'zlayotganinglar odamga ozroq ta'sir qiladi. Nima maqsad so'zlayotdi? O'yga soladi. Qanday maqsad so'zlayotdi bular? Nima deyotdi bular deb sizlarning bu gaplaringlar odamni o'yga soladi. Sizlar rostdan mush Uyg'urlarning orasidagi Uyg'uristonchi va Sharq Turkistonchilarga o'xshash maydonda turib, shu davlatning ismi Sharq Turkiston bo'lish kerak deb talash tortish qilayotganlar emas sizlar. Emas. Xuddi sizlardan odam o'ylab qoladiki, aşı ziminmi Qozog'istonning zimini deyotganga o'xshash. Bir gaplaringlarga qarasak, Qozoq bilan Uyg'urning orasiga ziddiyat selayotganga o'xshash. Mana mushundaq bir maydonda turib so'zlaysizlar sizlar. Shuning bilanchi tunugungi mening 9 minutlik so'zim hammanglarning o'zinglarning davlatining millatinglarning ismi bilan davlatinglar quruqliq. Endi u yerda asos jihatdan o ziminni Uyg'urlar ko'p sonni egallaydi. 80-90% Uyg'ur egallaydi uni. Agar Xitoyni chiqarib o'tadigan ish bo'lsa, Sharq Turkiston shu Uyg'uriston da'vatgan ziminni 80% dan ortiq Uyg'urlar egallaydi. Unda bo'lgandan keyin o ziminning ismi Uyg'uriston bo'lsa, nima bo'ladi desak, sizning tegingizdan qo'mirilib ketib qoldi bu gap. Tegidan qo'mirilib ketib qoldi. Xuddi hozir bir xil modda chiqibdi, junda to'xtab qolgan yo'lga qo'ydigan bo'lsa, tegidan bujildirib chiqirib birdamda g'aqirtib akirkitdiga, sizni bir ko'tarib, ostiga g'aqirab akirketdi gapning gapchi. Shuning bilan qaynab ketib borsiz. Sizlarning davlatinglarning ismi bor-ku. 1920-yili Qozoq Respublikasi, Qirg'iziston Respublikasi, O'zbek Respublikasi deb hammani shu millatning ismlari bilan respublika qilib, davlatinglarning ismini muayyanlashtirib bergan-ku ruslar. Muayyanlashtirib bergan-ku. Shuning bilan siz Rossiya arilib chiqqandeklar shu ism bo'yicha Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston deb qurildi-ku. Endi biz butun dunyodagi davoni Uyg'ur vaqasi, Uyg'ur kishilik huquqi, Uyg'ur masalasi da'vatgandan keyin bizmi Sharq Turkiston degan gapni asta orqaga tashib o'tib Uyg'uriston deb chiqsak nima bo'ladi? Albatta shu vaqtda Sabit Domilli bo'lsin, Alixon To'rli bo'lsin, shu Sharq Turkiston deb ismni qo'llanganlar cho'tisi u avliyo emas, ular inson, xato qo'llangan. Mayaqda 1920-yili o'ziga o'xshash qandash millatlarning, davlatlarning ismi muayyanlashib bo'lgandan keyin ma tarafdagilarning ismi hammasi muayyanlashib bo'ldi. Biz endi buni Sharq Turkiston deb qurolmay, olarning ismlari hammasi davlatining ismi va millatining ismi muayyanlashib bo'ldi. Rossiya chiroyli bo'lib mayala sening ma qozoq tava, ma o'zbek tava, ma qirg'izga tava, ma turkmanga tava deb bo'lib berdi. Endi biz buni Sharq Turkiston devonmasdan Uyg'uriston deyli buni. Biz uning respublikasi bo'lmagandan keyin, bizni undan muayyanlashtirib qo'ymagandan keyin Uyg'ur Respublikasi deb bir narsa qilib qo'ymabdi. Bizni ayrim tashab qo'yapti. Biz moyoqda Xitoy bilan qapdiq. Xitoydan bu zaminni elishimiz kerak-ku. Unda qo'ygandan keyin biz buni Uyg'uriston qilib qurishimiz kerakdi, deyish kerakdi shu odamlar. U odamlar xatolashgan. Shu ismni qo'yishda xatolashgan. 2 qitim xatolashgan. Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati degan chaqda Stalin turib, ayada bir Don Kixot chiqibdi deb Sabit Domillamni Don Kixot degan. Nima shunda deydi desa,
şu devlet kuruş jarayonida qandaq bir ismni qo'yishni bilmay dogma bir ismlarni qo'yib qo'yganlik sababidan ularni dushmanmi cho desa Don Kixot deydi. Don Kixot desa Sabit domillarni haqoratlayapti demanglar. Men davatgan gap emas, Stalin davatgan gap. Sabit domillarni xatolashmaydigan odam emas. Alixon To'rimi xatolashmaydigan odam emas. Agar shu odamlar xatolashmagan bo'lsa, o davlat allaqachon shu Sharq Turkiston Islom Cumhuriyeti yoki Sharq Turkiston Cumhuriyeti bo'lib, mavaqish davomlashib kelatdi. Xato bo'lganlik sababidan ham davomlashmadi. Hem davomlashdi. Buningdan keyin desa davoni cho'qim Uyg'uriston deb elib berish kerak. Xato bir narsani Sharq Turkiston deb so'zlayverishning hojati yo'q. Sharq Turkiston, yana bir takrorlab qo'yay, Sharq Turkiston deyotgan bir turkum Uyg'urlarning ichida Sharq Turkistonchi va Uyg'uristonchilar bor. Siz va Serikjonlar sizlarning Sharq Turkiston deyotganinglar bulardan ayrımlı bir narsa, başqacha bir narsa, odamni gumonlantirib qo'ydigan bir narsa. Xudo ash zaminni, Qozog'istonning zamini degan bir hukm berdigan yoki bo'lmasa qozoq bilan Uyg'urning orasiga ziddiyat selish uchun o'tirib chiqqan odamlardek mushunda so'zlarni qilsizlar. Shuning uchun qila olsanglar bu da so'zlarni qilinglar. Qilolmasanglar jim o'tiringlar. Mayli diniy temada bo'lsin, mayli siyosiy mushunga o'xshash temalarda bo'lsin, bir qilish salohiyatinglar bo'lsa qilinglar. Bo'lmasa bu nodon millatni qalayma qallashtirmanglar. Sizlarga bunda qarab turaveradigan ish yo'q. Mushta gap qildiganlar chiqadi.